5-aprel 2025 Spark avtomobilining konditsioner sistemasini qo'lni remont qilib, trubkalarni varet qilib, Spark'ga olib borib, kompressorni almashtirdik mashinamizda. Muammo bo'ldi mashina, haqiqatan qiyin bo'ldi. Akşam bitta tashak etdim mashinani. Zafer prinoskan zoti. Bitta tashak etdi. Bu mashinada kompressori buzilgan. Buzilishidan sabab ko'pchilik biladi, mana shu Spark avtomobilini nomeridan tushirib uzr. Egasi qarshi bo'lmasa kerak. Nomerni ko'pchilik pastga tushiradi. Pastga tushirgan vaqtda radiatorga kirib turgan shamol yo'lni to'siladi. Yo'l to'silgandan keyin kompressor qiynaladi. Kompressor qiynalsa keyin sekin-sekin ishdan chiqishni boshlaydi bu narsa. Biz bunga boshqa bushli kompressor qo'yib berdik, koreyskiy bushli. Urganchda Azamatov magazindan oldik, Zapchastkozlar 20-do'kon. Bushli kompressor ishlab turibdi. Sana qo'shib, ajratib ishlab turganini hammasi ko'rib turibdi. Zafer qistonma. Qo'shdi, ajratib. Zo'r. Sovutisham zo'r. Balonlarni olishga majbur bo'ldik buni. So'ngida hamma ishni bo'lgandan keyin magnit ishlamadi. Magnitni yana o'zinikini qaytarib qo'ydi. Tutkalar terlab turibdi. Zo'r sovutib turibdi. Tozadan ortiq kam emas bular hozir. Sekin-sekin ishlardan yakunlab ko'chada bir Nigoldan traktorimiz ham bor. Bu traktorda svet yo'q uzr ko'chada. Konditsioner sistemasini taqdimiz. Bu yerdan Gentra avtomobili bor. Non konditsioner. Bizada adres Yangi bozor tumani Gultosh avtoservis.